Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Bugün çarşamba. Tövəndikdə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Xitay Xalq To'rining 11 ayının 15 kunlik xabarda bildirishicha, 12 noyabr kuni Qashqar Xalqaro pochta idorasi rasmiy xizmat boshlaganligini e'lon qilgan. Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayoni Qashqar viloyatlik komitet ma'muriy ishxonasi, iqtisodiy taraqqiyot rayoni, Qashqar tamojnisi va boshqa tarmoqlarning o'rtaq hamkorligi bilan atalmış Şinjanning janubidagi tunji xalqaro pochta idorasi qurilganligini e'lon qilgan. İlgari xalqaro import-eksport pochta yo'llanmalari avval Urumchi ishxonasiga berib tasdiqlanib, uningdan keyin O'rta Osiyo davlatlariga yo'llandi ekan. Hozir aksiya bevosita Qashqar xalqaro pochta idorasidan o'tib, tamojdan o'tish rasmiyatini tezlab ijrolaydi ekan. Hamda bu xalqaro pochta idorasi import-eksport tijoratiga texnik qulayliklarni keldi ekan. Eginlikçe bu Qashqar Xalqaro pochta idorasi Qashqarning yangi qurilgan universal savdo rayonida joylashgan bo'lib, yer maydoni taxminan 2050 kvadrat metr kelgan. Qashqar Xalqaro pochta idorasi xizmat boshlagandan keyin Qashqar rayonidagi xalqaro yo'llanmalarni yetkazish vaqti ilgarigidan 3-4 kun qisqaraydi ekan. Bu xalqaro pochta idorasi xalqaro pochta yo'llanmalarini bevosita qabul qilib, tekshirib bartaraf qilgan olgan bo'lib, bu Xitoy tamojnisi tomonidan bevosita nazorat qilindi ekan. Xitoy hukumati bu xalqaro pochta idorasini chegara qilgan xalqaro yo'llanmalarni va elektronlik savdo buyumlarining to'shilishidagi muhim tugunga aylantirib, Qashqarning chegara qilgan ashyo oborti va qatnash to'rining o'rinlashtirilishi va O'rta Osiyo, G'arb Osiyo, O'rta Sharq va Yevropadagi Osiyo toshyo'l va temir yo'lning yo'nalishidagi universal uch o'lchamli qatnash to'rini shakllantirishdan g'oyat zo'r foydalanish rolini texnik joriy qildirmoqchi ekan. Xitoy Xalq To'rining 15 noyabrdagi xabarda deyilishicha, Xitoy hukumati va atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonlik madaniyat sayohat idorasining o'rinlashtirishi bilan 5 noyabrdan 15 noyabrgacha Qozog'iston va O'zbekistonda keng ko'lamli Şinjan yaxshi joy nomida san'atkechilik o'tkazilgan. Hamda bir yurish madaniyat almashtirish va sayohatchilikni ilgari surish faoliyatini bo'lgan. Bu jarayonda Xitoy hukumati O'rta Osiyo davlatlarida madaniyat va sayohat tashviqot faoliyati orqali madaniyat sayohati va savdo suhbatlari, ilmiy muhokama yig'ini va o'zaro fikr almashtirish orqali atalmış Şinjanning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti hamda jamiyat muqimligi, millatlar ittifoqligi haqida keng ko'lamli tashviqot berib, bu oltin fursatni qo'ldanmagan. Ba'zi analizchilar Xitoy bu tashviqot faoliyati orqali atalmış Şinjan xalqining haqiqiy ahvolini O'rta Osiyo xalqiga pardozlab ko'rsatib, atalmış Şinjandagi irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq masalasiga unumli zarba berib, atalmış Şinjan xalqining yolg'on baxtiyor turmushini namoyon qilishni maqsad qilganligi ma'lum deganlarni bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.